Biologiyada ilmiy tadqiqot usullari bor. Shu usullar qaysilar? Nechta ya'ni? Tarixiy kuzatish, o'shalarni aytyapsizmi siz? Aha, tarixiy kuzatish, Matematik modellashtirish, taqqoslash, taqqoslash, eksperimental deyiladi. tajriba. Tajriba usuli. To'g'ri. Endi qo'shimcha matematik modellashtirish ham berilgan, boshqa kitobda berilgan. Bu yerda faqat 4 ta: kuzatish, taqqoslash, tarixiy va eksperimental. Qaysi biri eng dastlabki usul? Kuzatish. Kuzatish, to'g'ri. Qaysi birida Charles Darwin ish olib borgan? Kuzatish. Tarixiy usulda bo'ladi, tarixiy. Xo'p, Nigina ismida sizga savol. Qaysi usul organizmlarni miqdor va sifat ko'rsatkichlarini ta'riflashda foydalaniladi? Kuzatish. Kuzatish, to'g'ri. Dilafruz Arslanova, sizga savol. Qaysi usulda Shleyden va Shvan olimlari hujayra nazariyasini yaratdi? Javob beraveramiz. Kim? Taqqoslash usulida. Taqqoslash usulida yana qaysi qonun yoki nazariyalar yaratildi? Biogenetik qonun. Biologik qator qonuni. Irsiy o'zgaruvchanlikning gamologiy qonuni. Yana savol. Irsiy o'zgaruvchanlikning gamologiy qatorlar qonunini kim kashf qildi? Vavilov bo'ladi, to'g'ri. Biogenetik qonunchi? Vavilov. Yo'q, biogenetik qonun boshqa olim. Shleyden-Shvan yo'q. Shleyden-Shvan hujayra nazariyasini bo'ldi. Biogenetik qonunni Ernest Haeckel. Charles Darwin qaysi qonuniyatni fanga kiritgan? Bu 7-sinf zoologiyasida ham berilgan, shuningdek yuqori programmalarda ham. Sistematikami? Sistematika bilan Karl Linne shug'ullangan bo'ladi. Charles Darwin esa tarixiy usul bilan Evolyutsion ta'limotni yaratgan. Xo'p, eksperimental yoki tajriba usulida ish olib borgan olimlardan ikkita misol keltiring. Abu Ali ibn Sino Va tajribalar o'tkazgan, masalan, yaqinlashtirib beraman, no'xat ustida. Mendel hisoblanadi, to'ppa-to'g'ri. Xo'p. Tirik organizmlarda moddaviy energiya almashinuvi nima deyiladi? Metabolizm. Metabolizm, to'g'ri. Ikki xil jarayondan iborat qanday? Assimilyatsiya, anabolizm, katabolizm. To'ppa-to'g'ri. Energiya almashinuvi. Qaysi biriga translyatsiya misoli bo'ladi? Assimilyatsiya. Dissimilyatsiya. Assimilyatsiya bo'ladi javob, chunki assimilyatsiya bu sintez degan. Translyatsiya esa oqsilning sintezning ikkinchi reaksiyasi hisoblanadi, ikkinchi bosqichdagi. Assimilyatsiya va dissimilyatsiya ikkalasidan qaysi birida ATF energiyasi sarflanish kuzatiladi? Assimilyatsiya? Assimilyatsiya bo'ladi, to'g'ri. Assimilyatsiyada yangi bog'ni hosil qilish uchun energiya kerak bo'ladi. Buni esa ATF ta'minlab beradi. ATFni o'zi qayerdan sintezlanadi? Ya'ni qaysi hujayra organoididan? Plazmadan. Mitoxondriyadan emasmi? Mitoxondriya bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Demak, tashqi muhit sharoitiga javoban tirik organizmlarning kimyoviy tarkibi yoki fiziologik jarayonni bir me'yorda ushlab turish bu Gomeostaz. Gomeostaz hisoblanadi, to'g'ri.
Organizmlardagi qaysi xususiyat jinsiz va jinsiy ko'payish jarayonlarida namoyon bo'ladi? O'zini idora qilish. O'zini Idora etishmi? O'shunaqa. yo'q, idora etish ko'proq bu jamiyatlar bilan bog'liq, o'zini tiklash bo'ladi. Ko'payish bo'ladi-da. Ya'ni o'zini tiklash, shu ko'payish yoki regeneratsiya har qanday yangilanish xususiyatiga xos. Tiriklikning tuzilish darajalari bor bir nechta. Eng kichigi Molekula. molekulaning komponentlari deganda nimalarni tushuntirishimiz mumkin? Oqsil, nukleik kislota. Nukleik kislota, lipid, uglevod, yog', oqsil. To'g'ri. Suvni ham qo'shsak bo'ladimi? Bo'ladi. Yo'q. Organik modda Kitobda faqat organik moddalarda yozgan, lekin suvni ham qo'shsak bo'ladi, chunki u ham molekula. Tiriklikning tuzilish darajasining qaysi birida modda va energiyaning almashinuvi ro'y beradi? Organizm. darajasida. Hujayrada ham bo'ladi. O'qima. Yo'q. Ham, molekulada ham ro'y bersa kerak, adashmasam. Xo'p, tiriklikning eng kichik tuzilish darajasini ko'rdik molekula, eng kattasi nima bo'ldi? Biogitsinus. Betsinus. Sfera bo'ldi. Biosfera bo'ladi, global holat. Bu degani modda va energiya almashinuvi barcha tiriklik tuzilish darajalarida ro'y beradi. Molekuladan tortib biosferagacha. Faqat bularning ko'rinishi har xil, ya'ni masalan biosferada global aylanish sodir bo'ladi. Xo'p, sizlarga savol. Populyatsiya tur darajasi bitta pog'onada berilyapti 9-sinfda. Ikkalasini farqi nimada? Populyatsiya tur. Populyatsiyalar yig'ilib turlarni hosil qiladi. Tur katta bo'ladi. Tur katta bo'ladi. Qandaydir bir misol bilan tushuntirib bera olasizmi? Masalan, qora sichqonlar o'sha yig'ilib katta bir populyatsiyani hosil qiladi. 10-sinfda Turkiston bo'lib turib baliq ham berilgan-ku. Eng kattasi, qayerda eng kichigi? Qanday organizm misol bo'lishi mumkin? Asosiy farqi, masalan, insoniyat bitta tur, yer sharining qaysi chekkasidan bo'lishidan qat'iy nazar, lekin ayrim bir hududda yashab turgan jamoalar populyatsiya hisoblanadi. Ya'ni shu asosiy farqi, mohiyati. Xo'p, bilamiz biz hayot deganda o'sha hujayraviy tuzilishdan tortib tirik organizm tushuniladi. Ya'ni shunday organizmlar borki, hayotning hujayrasiz, ya'ni shakli hisoblanib, tirik va notirik o'rtasida oraliq forma, bu virus hisoblanadi. To'g'ri. Ivanovskiy tomonidan qaysi o'simlikda qaysi virus o'rganilgan? Tamakida Tamaki deb ataladi. Tamaki o'simligida tamaki mozaikasini aniqlagan. mozaikasi deb ataladigan virus aniqlangan. To'g'ri. Qaysi olimlar uy hayvonlarida uchraydigan Leptospiroz. Qutulish kasalligini aniqlaydi. Savolni oxirigacha eshitinglar axir. oqsil kasalligini qo'zg'atuvchilarni virus ekanligini qanday bilishdi ular? Bakteriya filtrdan o'tib keta oladi-da. To'g'ri. Bakteriyani tutib qoladigan filtrdan ular o'tib ketganligi uchun. Viruslarni o'rganuvchi soha bu virusologiya. To'g'ri. Qizilcha kasalligini qo'zg'atuvchisi virusmi, bakteriyami? Virus. Vabo. Virus. Bakteriya. Vabo bakteriya bo'ladi. Viruslar o'zida DNK saqlaydimi, RNK saqlaydimi? Ikkalasini ham saqlaydi. Ikkalasini ham saqlash mumkin. Faqat bittasi bo'ladi. To'g'ri. Bakteriya yoki adenovirus bo'ladi. Bittasi bo'ladi. Kapsid degan qobiq virus, uning tabiati nima? Oqsil. Oqsil tabiatli.
To'ppa-to'g'ri. Sariq kasallikni qo'zg'atuvchi virus necha xil? Gepatit 3 xil bo'ladi: A, B, C. A, B, C hisoblanadi. Ga A bilan B ni bergan. Viruslarning hujayra ichiga kirishi har xil. Masalan, qaysi hujayralar? Hayvon hujayrasi bo'lishi mumkin, o'simlik, bakteriya. Bularning bir-biridan kirishida farq qanday? Oqsil retseptor bilan bog' hosil qiladi. Qaysi birida? Hayvonlarnikida. Hayvonlarda nima uchun? Chunki ularniki yupqa bo'ladi. Bakteriyaga qanday kiriladi? DNKsini qoldiradi. RNK nimasi chiqib ketadi. Masalan, DNKli virus bo'lsa, boshqa qismida o'zini shakl bergan kitobga ana shu qismini o'zini kirgizadi, ya'ni rismiy molekulasini. Bunga sabab nima? Chunki u hujayradan tashqarida ko'paya olmaydi. Yo'q, to'g'ri. Keyin yo bo'lmasam faqatgina boshida o'sha anaqasi bor, ko'payuvchi. Ma'lumoti bor. Hujayrasiga erkin kira olmaydi, o'shaning uchun ham. To'g'ri. Bu yerdagi asosiy narsa kirayotgan xo'jayin organizmning hujayrasi qanday? Masalan, o'simlikda yupqa dedik, qalin hujayra qobig'i yo'q, lekin o'simlik bilan hayvonda shunaqa bo'ldi. O'simlik bilan bakteriyada esa qalin bo'ladi. Masalan, bakteriyada hujayra qobig'i nima bilan ta'minlangan? Muren. Muren, to'ppa-to'g'ri polisahar hisoblangan muren bo'ladi. O'simlikda esa Selluloz. qaysi? Selluloza. Selluloza. To'g'ri. Ya'ni qalin, shuning uchun bakteriya to'g'ridan-to'g'ri fenostitoz yoki fagostitoz usullari orqali kirib keta olmaydi, balki o'zining o'sha rismiy molekulasini kiritadi. Va bu orqali o'sha xo'jayin organizmning hujayrasiga kirib, o'zini bemalol qaytadan kapsidini boshqa qolgan qismlarini sintezlay oladi. Tirik organizmlar hujayraviy tuzilishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Qanday? Yadrosi bo'lgan, yadrosi bo'lmagan, prokaryot, eukaryot. Prokaryot, eukaryot. Xo'p, Gulhayon Narziyeva, sizga savol. Prokaryot organizmga misol keltiring. Javob bersa bo'ladimi? Nechtasiga? Bakteriyalar. Osilatoriya, nastogen, ko'katlar bilan bakteriyalar. To'g'ri, ko'katli suvo'tlar, ya'ni siyanobakteriyalar va bakteriyalar hisoblanadi. Prokaryot bilan evkaryot o'rtasidagi asosiy farq bu yadroning mavjud yoki mavjud emasligida. Endi organoidlarni ko'rib ketaylik. Deylik, hujayra markazi qaysi birida bo'lmaydi? Prokaryotda. Prokaryotda. Mayda, bu degani evkaryotning hammasida mavjudmi hujayra markazi? Ha, mavjud. Asosan hayvonlarda bo'ladi, o'simlikda yo'q. Ya'ni evkaryotning hammasiga ham tegishli emas. Ribosoma. Ribosoma prokaryotda mavjudmi, evkaryotdami? Ikkalasida ham. Eukaryotda bo'ladi. Ikkalasida ham bo'ladi, to'g'ri. Chunki o'zining oqsilini sintezlash uchun ribosoma kerak. Qaysi birida mitoz usulida bo'linish mavjud? Prokaryot. Eukaryot. Kimlarda evkaryot? Balki ikkalasida hamdir. Eukaryotlar ham bo'linish xususiyatiga ega lekin mitoz. Ya'ni mitoz usuli bilan deyilganda qaysi biri nazarda tutiladi? Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Yo'q, faqat eukaryot hisoblanadi. Prokaryotlarda mitoz, meyoz degan jarayon yo'q. Ular faqat amitoz, ya'ni oddiy binar bo'linish bilan ko'payadi. Yo'q. Xo'p, keyingi savol. Bakteriyalar shakl jihatdan 3 ga bo'linadi. Qaysilar? Sharsimon ko'p, teftosimon bakteriyalar, bularga Bakteriyalar, vibrio, vergosmi.
To'g'ri. Batsillaga misol keltiramiz. Batsillaga misol. Simon bo'lishi mumkin. Tayoqchasimon bakteriyaning sil tayoqchasi hisoblanadi. To'g'ri. Zaynabxon Mirzajonova, sizga savol. Bakteriyaning hujayra shakllari berilgan rasmda, ya'ni o'lchamda ham bergan. Bakteriyaning o'lchami qancha millimetr bo'lishi mumkin? Javob beraveramiz. 1 millimetr bo'lishi mumkin. 0,1 millimetr berilgan kitobda, rasmda. Ha, shunday. Xo'p, Islombek Bahodirov, sizga savol. Qaysi bakteriya orqali tarqaluvchi kasallik sekin rivojlanadi? Sil kasalligi, to'g'ri. Tez rivojlanadiganlari? Vabo, kuydirgi. Burada 3 ta berilgan. Qaysi kasalliklar, ya'ni bakteriya keltirib chiqaradigan kasalliklar emlash orqali oldi olinadi? Ichburug', Vabo. vabo, Chibruq, bo'g'ma va qoqshol berilgan bu yerda 3 tani berib ketgan. To'g'ri. Bakteriya orqali tarqaladigan ensefalit kasalligi ham emlash orqali oldi olinishi mumkinmi? ha, u emlash orqali. Kim nima deydi yana? 8-sinfda berib ketilgan edi-ku, emlash orqali Yo'q. ensefalit, Bakteriya qo'zg'atadigan ensefalit virus emlash orqali oldi olinishi mumkinmi? yo'q. Yo'q, chunki ensefalitni bakteriya emas, virus qo'zg'atadi. Tamaki mozaikasida DNK mavjudmi, RNKmi? Ikkalasi. Ikkalasi ham bitta virusda bo'lmaydi. Yo biri bo'lsin, yo ya'ni RNK yoki DNK. Ikkalasi. Tamakida RNKni bergan. Rasmda ko'rsatib qo'ygan, u spiralsimon shaklda Erinka. RNK emas, RNK bo'ladi, RNK. Qaysi bakteriyalar qaysi oila vakillarida bir yilda 1 gektar maydonda 200 kilogrammgacha azot to'playdi? Gunak bakteriyalar. Qaysi o'simliklarda? Toshlar orasida burchoqdoshlar. Burchoqdoshlar yoki dukkaklilar hisoblanadi. Bakteriyaning qaysi turlari oziq-ovqat mahsulotlarini buzadi? Bakteriyalar. Qaysi? Achituvchi. Chirituvchi bakteriyalar. Saprofit bakteriyalar. Chirituvchi bakteriyalar. Umumiy qilib saprofit bergan, ya'ni chirituvchi ham bo'ladi, to'g'ri. Achituvchi bakteriya ko'proq foydali bo'ladi, ya'ni tuzlamalar, siloz bostirish shunda foydali berib ketgan ko'proq. Teri oshlashda. To'g'ri. Demak, prokariotning ikkinchi guruhi bu sianobakteriya yoki ko'kashli suvotlar bo'ladi. Kim menga 3 ta misol keltira oladi? Nastok, Akselatoriya, Akselatoriya, Krakok. nostok, Rakok. Krakok, oscillatoriya. To'g'ri. Qaysi biri garmogoniy, ya'ni ismon qismning bo'laklarga bo'linish orqali ko'payadi? Oscillatoriya. Birinchi parda bormi, yo'qmi? bor. Yo'q. Ega bo'lmagan degan. Aydi berib ketgan, ha? To'g'ri. O'simlikdan qaysi birini biz qara o'sishi mumkin bo'lgan joyda
topa olamiz. Nasib. Krakov. Hisoblanadi. To'g'ri. Ya'ni cholipoyalar berib ketgan, ha? Hop, Nastokning koloniyasi kattaligiga teng qilib misol keltirgan o'simliklarning top guli qanday? Qalqoncha to'pgul. Oddiy qalqon, to'g'ri. Yong'oqqa nisbatan olsak, Kuchala. qaysi ekosistemadagi ko'k yashil svota tuproq hosil bo'lish jarayonida qatnashadi? Markaziy Osiyo. Uning cho'l ekosistemasidagi, to'g'ri. Qayerdagi nostoykning ba'zi turlari ozuqa sifatida foydalaniladi, ya'ni iste'mol qilinadi? Cho'lda uchraydi, manda masalan. Yo'q, adashdim. Yaponiya bilan Xitoyda. Yashaynik aytyapman. Va Xitoyda. Siz Lishangni aytdingiz, ha? To'g'ri. Oscillatoriyani hujayrasiga nazar soladigan bo'lsak, unda ikki qism bor, ya'ni sentroplazma va xromatoplazma. Qaysi birini o'rab olgan? Endi bu yerda mana sentroplazma, xromatoplazmani rangsiz. Shuni teskarisi bo'ladi, ya'ni rangsiz qism sentroplazmani, rangli qism xromatoplazma o'rab oladi. To'g'ri. Ko'k yashil svotlardagi ko'k yashillikni ta'minlayotgan pigmentlarning nomi nima? Pikatsiya. Jom bilan xlorofil. Xlorofil. Yashil xlorofil hisoblanadi. Xlorofil, To'g'ri. karotin. Yo'q, karotin Ksantofil. berilmagan. Karotin sariq. Ular yuksak svotlarda berilgan. Hozir gaplashdik. Xo'p, attana yoki tallon deb ataluvchi organ yoki organizm nima bu? Svotlar. Svotlar. Svotlar tanasi. O'simliklarning tanasi, ya'ni ildiz, poya, barka bo'linmagan tana Bo'linma. hisoblanadi. Ekorit organizmlarga o'simliklar, zamburug'lar va hayvonot dunyosi kiradi. Deylik, zamburug'lar dunyosi qancha turi mavjud yer yuzida? Yaqin tur bo'ladi, to'g'ri. Nimasiga ko'ra zamburug'lar tuban va yuksakka bo'linadi? Sizga qarab. Nimasiga? Hujayrasida to'siqlar bor yo'qligiga qarab. Sifatdan to'g'ri, lekin kitobda berilgani mitselining tuzilishi desangiz to'g'ri bo'ladi. Mitselining tuzilishi va Yadrolari bir yadroli va ko'p yadroli bo'lishi. ya'ni mitselining tuzilishiga kirib ketadi endi shu aytayotganingiz. Mitselining tuzilishi ko'payish usuliga qarab. Demak, tuban yuksakning farqi nima deydigan bo'lsa, mitselining tuzilishi va ko'payish usulida bo'ladi. Masalan, deylik, oq po'panakda bir hujayram, ko'p hujayram, bir yadromi, ko'p yadromi? Bir yadroli. Bir Oq po'panak. hujayra, ko'p yadro. Tuban bo'ladi, bir yadroli bo'ladi. Tuban bo'lsa bir yadroli bo'ladimi? Hujayrali bo'ladi. Tuban ko'p yadroli bo'lmaydi. Demak, mitseliysiga nazar soladigan bo'lsak, o'rtada to'siqlar yo'q hujayralar orasida va bu o'zidan o'zi bir hujayralikni ta'minlaydi. Bir hujayra bo'lgandan keyin o'rtada to'siq yo'q, bu esa ko'p yadrolikni beradi. Ya'ni oq po'panak bir hujayrali, ko'p yadroli zamburug'. Ko'p hujayrali, bir yadroli, ya'ni hujayrasi bittadan yadroga ega bo'lgan zamburug' qaysi? Sil degan penissil bo'ladi. Qo'ziqorin ham kiradi aslida, u ham ko'p hujayrali. Xo'p, iste'mol jihatidan yoki umuman
ahamiyat jihati yana ko'p keladigan zamburug' bu ashtqi zamburug' hisoblanadi. Sizlarga savol, ashtqi zamburug'ini koloniya bo'lib yashovchi koral poliplarga o'xshashligi bormi? Ha, chunki ular ko'payganda bo'linib ketmaydi. Bir-biriga To'g'ri. yopishib Ko'paydi. Zanjir hosil qilib birikadi. To'g'ri. Bittasi iste'mol bo'lgan ozuqa deyarli hammasining o'rtasida teng taqsimlanadi. Qashqi zamburug'ining normal yashashi uchun muhit qanday bo'lishi kerak? Shakarli Yani- muhitdan. Shakarli bo'lishi kerak, to'g'ri. Ashqi zamburug' faoliyati natijasida shakardan qaysi modda hosil bo'ladi? Karbonat angidrid hosil bo'ladi. Spirt va karbonat angidrid, to'g'ri. Bu masalan dissimilyatsiyani bosqichlari bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi. Qaysi bosqichga to'g'ri keladi mana shu faoliyati? ikkinchi bosqichi. Qaysi? Ikkinchi bosqich. Glikoliz. Glikoliz, ya'ni kislorodsiz bosqich. Achish, bijg'ish. Anaerob. Qo'ziqorin zamburug'ining uzunligiga teng kunda hayot faoliyati to'xtaydigan organ yoki shunday organoid qaysi? Ildiz tukchalari. Ildiz chuklari 10-12 kunda berilgan, to'g'ri, ya'ni 10-12 santimetr. Qo'ziqorin zamburug'ining meva tanasi bor, vegetativ tanasi bor. Farqi nimada? Meva tanasidan sporalar yetiladi. Vegetativ tanasi orqali tuproqqa birikib turadi. Tuproqqa birikadi. Ozon Ya'ni modda meva bu bu vegetal. oyoqcha va qalpoqchadan iborat desangiz to'g'ri bo'ladi. Qo'ziqorin zamburug'ining kuzdagi, bahordagi, qishdagi, yozdagi faoliyati qanday? Bahorda so'rislardan o'sha sporalar yetiladi. Shoshmang, qo'ziqorin zamburug'ida so'ris yo'q. So'risimiz, voy, spora demoqchi edim. So'ris to'g'rimi? Yozda oziq modda to'playdi, kuzda meva tanada rivojlanadi, bahorda o'sib chiqadi. Kuzda meva tana shakllansa, tuproqning ustida bo'ladimi, ostidami? Ostida. Juda bo'ladi. Ostida bo'ladi. Bahorda yer betiga chiqadi. Aha. Yoz faslida meva tanada ozuqa to'playmi, vegetativ tanadami? Vegetativ tanada. Vegetativ. Vegetativ, ya'ni tuproqning ostki qismida bo'ladi. To'g'ri. Zamburug'ning ipchalari nima deyiladi? Gifa. Yifalar. Deb ataladi. Iste'mol qilinadigan zamburug'lar tarkibida qaysi kimyoviy elementlar mavjud? Rux. Temir, kalsiy, rux. Kalsiy, rux. Shu uchalasidan qaysi biri qonning normal ivishini ta'minlab beradi? Kalsiy. Kalsiy. To'g'ri. Qaysi biri gemoglobin tarkibida bor? Temir. Hasharotning qonida temir bormi? Gematsan yo'q bo'lmaydi. Hasharotdan Senning tarkibida qaysi kimyoviy element bor? Mis. Uning rangi Sarg'ish. Hasharotlarda shu bo'lmaydi emasmi? Umurtqasi hayvonlardan tashqari hasharotlarda bo'lmaydi emasmi shu? Hasharotlarda umuman kislorod tashlashda ishtirok etmaydi, chunki unda traxeya mavjud, o'pka ham, jabra ham yo'q, to'g'ri aytdingiz. Unda mis bo'lmaydi, qolgan umurtqasi hayvonlarga nisbatan aytilgandi, bu to'g'ri. Zamburug'lar orasida foydali jihatdan, shuningdek, zararlilari ham mavjud. Masalan, deylik, zang zamburug'i qaysi qismda parazitlik qiladi? O'tkazuvchi. O'tkazuvchi to'qimalardami? Bug'doy o'simligini poya va barglarida zararlashsa kerak. Zang dog'i hosil qiladi. To'g'ri.
Poya va bargini zararlaydi. O'tkazgich to'qimada vilt bo'ladi, u asosan g'o'zada berilgan. Zang zamburug'ini viltdan farqi qanday? Orali xo'jayinga ega bo'lishi. Orali xo'jayini kim? Sirk. Zirk o'simligi hisoblanadi. To'g'ri. Qaysi faslda aynan zirk? Yoz. Bahor. Bahorda zirkda rivojlanib, yozga chiqib esa o'sha bug'doylar bilan oziqlanadi to'qimasi hisobiga. Zang zamburug'ini deylik suv qirqqulog'iga o'xshash qismi yoki o'xshashlik xususiyati bormi? Har xil spora hosil. To'g'ri. Har xil spora. Suv qirqqulog'ida 2 xil spora hosil qiladigan. Bunda ham har xil, ya'ni ko'pincha 2 xil bo'ladi. Vilt kasalligining keyingi nomi Verticillium. yoki Falak. Oqpalak. kuzatiladi. To'g'ri. Qaysi biriga qarshi kurashda chidamli namni yaratish kerak? Zangda chidamli nam Verticil yaratish oqpalak. kerak. Unda zilda almashni bekishni ham yo'lga qo'yish kerak. Ha, ikkalasida ham chidamli namni yaratish kerak, lekin zangdan farqi mana shular bekishni vertitsilda qo'llash kerak. To'g'ri. Zamburug'larda shuningdek, boshqa o'simliklar bilan simbioz yashaydigan vakillari bor, ya'ni mikoriza deb ataladi bu. Bu ikki xil bo'ladi, qanday? Ektotrof, endotrof bo'ladi. Ichki bilan tashqi. Atrof endi. Qaysi bir ildizning ichki qismini zich g'ilof ko'rinishida? Ektotrof bo'ladi. Qaysi Ektotrof. o'simliklarda ko'p uchraydi? Qaysi o'simliklarda ko'p uchraydi? Qayin. Eman, nina bargi. Demak, tashqi mikoriza ko'p uchraydigan o'simliklarning o'rtasidagi endosperm farqi qanday? Gaploid to'plamga ega bo'lishi. Ochiq urug'lilarda bo'ladi. To'g'ri, yopiq desa uchin holatda bo'ladi. Tashqi zamburug'ni, ya'ni ektotref zamburug'ini deylik emanda birga simbioz yashashlikdan foyda nima? bir-biriga modda nimadir o'tkazib. Oziqon modda yig'ishmasmidi, ustoz? Ikkalasi ham Oziqon bir-biriga foyda modda. keltiradi. Ikkalasi ham bir-biriga foyda keltiradi. Ildizini shimish yuzasini kengaytiradi. Ya'ni uglevodni sintez qiladigan qism bu yerda o'simlik hisoblanadi. Shuning uchun zamburug' o'simlikdan asosan karbon suv va vitaminlarni o'zlashtiradi. O'simlik esa bundan tuproq tarkibidagi aminokislotalar oqsillarni parchalab bergani uchun aminokislotalarni suv, mineral tuz bilan birga o'sha ko'tariluvchi oqim bilan yuqoriga olib chiqib ketadi o'zi bilan. Lishaniklar qanday organizm? Evkaryot. Simbioz. Evkaryot Simbioz simbioz organizm hisoblanadi. To'g'ri. Biz buni produsentga olamizmi, konsumentgami? Produsentga. Endi tarkibida bir xil suv bor. Bu degani u fotosintez qiladi. Shuni hisobiga produsentga olamiz. Zamburug' esa qanday organizm? Getrator. Yo'q, to'g'ri, geterotrof. Biosintez jihatidan Virusent. konsument hisoblanadimi? Resistentmi? Organizm. Saprofit hisobiga olsak, resistent hisoblaymiz buni. Endi parazit vakillari bor, ular konsument hisoblanadi, lekin bu parazit emas, simbioz yashaydigan vakil, balki saprofit hisoblanadi. Lishaniklarning ko'payish usullari qanday? Vegetativ.
vegetativ, jinsiy vegetativ. jinsiy, jinsiz, vegetativ usullar bilan ko'payadi. Qancha tur fanga ma'lum? 26 ming. 26 mingga yaqin tur. 6 ming hisoblanadi. To'g'ri. Zamburug'lar nechta bo'ldi? 100 ming zamburug'. Lishaniklar shakl jihatdan 3 ga bo'linadi, ya'ni tashqi ko'rinish jihatdan qanday? Yopishqoq barqsimon parmeliya, soqolli usniya, butasimon kladoniya degan turlar bor. Yo'q, bargsimon, butasimon, yopishqoq. 3 To'g'ri. xil. 3 xil shaklda mavjud. Lishaniklar tabiatda juda ham keng tarqalgan. Deylik, asosan qaysi hayotiy shakllarda o'sadi? Buta bilan o'rmon. Buta va O'rmon. va daraxt. O'rmonda o'sadi. hayotiy shaklga nisbatan olsak, daraxt va buta hisoblanadi. To'g'ri. Xo'p. Tillarang lishanik qaysi? To'g'ri. Toria parentina. Buning qoplami qanday rangda? Tilla rangi sariq rang. Sariq qop. Bitta lishanik o'zi tillarang, lekin birgalikdagi qoplamining rangi sariq bo'lib ko'rinadi. Mana shu tillarang Xantoria parentina qaysi turkumga kiradi? Soqol, yo'q, usniyami? Yo'q. Butasi Bargsimon. Turkum, qaysi turkum? Shakl jihatdan qanday emas? Qaysi kiradi? To'ppa to'g'ri, kladoniya turkumiga kiradi. Bularning hammasi kladoniya bo'ladi. Deylik, usniya barbata. Qanday qoplam hosil qiladi rangdagi? sariq. Jigar rangmi? Yashil sarg'ish. Qaysi hayvon uchun demak ozuqa bo'ladi? Bug'ular. Shimol bug'ulari uchun ozuqa hisoblanadi. Qayerda o'sadigan lishaniklar? Tundra. Shimoliy hududda o'sadi. Shimoliy hududga nisbatan to'g'ri keladi. Tundra va o'rmon tundrada bo'ladi. To'g'ri. Qaysi moddalarni to'playdi ko'proq lishanik? Disaxaridlardan saxarozlarni to'playdi, vitaminlar. O'zida lixin kraxmali bor. O'ziga nisbatan olsak to'g'ri aytyapsizlar, lekin yuqorida berib ketgan element jihatidan, ya'ni Radioaktiv element. radioaktiv moddalarni o'zida to'playdi. Endi lishanikning qobig'i qanday moddadan iborat? Polisaxaridda. Moddasidan iborat. Polisaxarid, ya'ni xitin bo'ladi. Nimaga nisbatan olsak, zamburug'ga nisbatan olsak. Lishanik kraxmali bu lixenin. To'g'ri. Disaxaridlardan saxaroza, osil tabiatli fermentdan Amilaza. amilaza. Ular bor. B6, S, B6, B12. Aha. Lishanikda mavjud vitaminlarning qaysi biri namatakda mavjud? C vitamini. C vitamini, to'g'ri. Lishanikda mavjud vitaminlardan qaysi biri deylik qon hosil bo'lishini ta'minlaydi? B12. B12. Qaysi ekosistemadagi lishaniklar tog' jinslarni yemirib, tuproqning hosil bo'lishiga yordam ekosistema. Cho'l ekosistema, to'ppa to'g'ri. Cho'llarda, qoya toshlarda bergan. Cho'ldagi qaysi lishanik iste'mol qilinadi? Manna iste'mol qilinadi. Manta nima edi? Shunga yaqinroq nomdagi? Eng yirik skat berilgan, ha? Ya'ni uzunligi shu 10 metr atrofida bo'ladi, undan ham yuqori.
Bargsimon shaklidagi lishaynik Armeniya. Armeniya. Batsidiya yopish. hayvonot dunyosi. Hayvonlar endi bilamiz tuban yuksakka bo'linadi. Eski ma'lumotlarda tuban deb ketilgan, yangi ma'lumotda esa o'sha biz biladigan amyoba umuman sodda hayvonlarda protoktistalar deb bergan. Masalan, yangi 10da ham shunaqa menimcha, yangi zoologiyada ham. Xo'p, sizlarga savol. Uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlar qaysi biri genofondni saqlaydi o'zida? Genofond. Hammasi saqlaydi-ki. Yo'q, genofondni ko'proq yovvoyi hayvon saqlaydi. Ha, Chunki genofond. Tushunarli. Ha, tabiiy tanlanish yashash uchun kurashda uy hayvoniga nisbatan nimasi yuqori anchagina. Hissiyati, genetik materiali kuchli. Bezgak kasalligini qo'zg'atuvchisi va tarqatuvchisi. Chivin emasmi? Chivin yoki pashshada? Tarqatuvchisi kalamush, qo'zg'atuvchisi. Chivin yoki pashsha? Bezgak chivin. Bezgakni tarqatuvchisi faqat bezgak chivini, kalamush yoki pashsha emas. Uning qo'zg'atuvchisi esa Bezgak plazmodiyas. bezgak plazmodiyasi. To'ppa-to'g'ri. Bezgak plazmodiyasi qayerda parazit qiladi? Eritrotsitlarda. Qonda. Soni insonda qancha? 4 o'rtacha 5 million, 4 yoki 5 million. 4-6 o'rtacha 5 million hisoblanadi. Bezgak plazmodiyasi bu qanday hayvon? Parazit hayvon. Sodda hayvon. Ya'ni qaysi tip yoki sinfga kiradi? Sporalilarga kiradi. Sporal sinfi, tipi? Soxta oyoqlilar. Yo'q, alohida sinf u. Sodda hayvonlar tipiga. Sodda hayvonlar bo'ladi. To'g'ri, sodda hayvonlar sinfiga Nozima bilan birgalikda. To'g'ri. Nozima kimda parazitlik qilardi? Tutubak qurtida qiladi. Asalari. Tutubak qurtida. Hisoblanadi. To'g'ri. Qichima kasalligini qo'zg'atuvchisi, tarqatuvchisi. Qichima. Qichima kasalligi 9da berilgan. Kanami? Yo'q. Kana ham tarqatish mumkin, lekin bu yerda bermagan. Pashsha emasmi? Yo'q, burga bergan bu yerga. Burga. Bezgak, qichima va boshqalarni qo'zg'atuvchi va tarqatuvchi chivin, burga va hokazo deb berib ketgan kitobga. Ya'ni chivin bu bezgakka to'g'ri keladi, qichimaga esa burga. Endi tarqatuvchisi burga bo'lsa qichimani, qo'zg'atuvchisi nima deb o'ylaysizmi? Kalamushlarmi? Yo'q, tarqatuvchi degani o'zi burga Shu sifatida tripanosomiya, leishmaniya shularda tarqatish kerak. Ha, aynan tripanosomiya leishmaniya emas, balki o'shanga o'xshash sodda hayvon. Ya'ni qichima degan kasallikni siz adashtirmang bakteriya yoki virusga. Bu sodda hayvon hisoblanadi. Bu zoologiyada berilmagan, teri ostida yashaydigan o'sha mayda parazit hisoblanadi. Taksis nima? Sodda hayvonlarni tashqi muhitga bergan javob. Sodda hayvonlar javob reaksiyasida. Bitta misol. Masalan, amyobani. Masalan, suzili suvga amyoba solinganda sharsimon bo'lishi. Bo'ldi, tushundim. Evkaryotlarning qaysi vakillarida deylik, murakkab individual rivojlanish bilan tavsiflanish bor? Hayvon. Kirib ketadi, ya'niki ko'p hujayrali vakillarida. Ya'ni bir hujayrali bo'lmasin, ko'p hujayrali bo'lsin, unda murakkab individual rivojlanish bor. Partonogenez qanday ko'payish? Jinsiy. Bokiralik yo'lidan, urug'lanmagan. Ya'ni urug'lanmagan bo'lgani bilan tuxum qatnashadi, spermatozoid qatnashmaydi partenogenezda. Ya'ni mohiyati urug'lanmasdan
Ko'payish. Bokiralik yo'li bilan. Ko'payish deyiladi. Bunday narsani eshitmadim lekin shu bokira bundaylik deganini. Sizlar ana mana bu qizdan eshityapman. Bor, bu ma'lumot bor, kitobda berilgan. Ha, to'g'ri. Kitobda bor. Yuqori o'sha programmalarda berilgan bo'lishi kerak. Xo'p. Hosil qiladigan sporasi ovalsimon bo'lgan organizmning shakli qanday? Tuxum hujayra yumaloqda. Ambiobasimi? Tuxum hujayra spora hosil qilmaydi-yu. Ya, puli bo'ldi, adashib ketdim. Hosil qiladigan sporasi ovalsimon bo'lgan organizmning shakli qanday? Tufelka. Achitqi zamburug'i. Yo'q, shaklda bo'ladi. tufelka ham emas. Yaltiroq bakteriyani aytmayapsizmi? Bu ham 9 da berilgan. Hosil qiladigan. Laboratoriyani o'qitdilar. Bakteriyami? Bakteriya sporasi? Qaysi bakteriya? Pichan o'tma bakteriyasimi? To'ppa-to'g'ri. Laboratoriyada berilgan pichan yutmasi bakteriyasi yaltiroq ovalsimon tanachali spora hosil qiladi. Tufelka deyilmaydimi? Pichan o'tmas bakteriya. Yo'q, tufelka bu yo'q, tufelka deyilmaydi. Tufelka sodda hayvon bu. Bakteriya bu prokaryot organizm. Tushundim.